Mana bu yashaydigan don 2200 aholi yashaydi. Mana bu yerda nariyoqqa ketadigan yo'l pashta yo'q, hisobim yo'q. Yengil mashinada arang o'tadi. Mana bu yerda shuncha aholi bog'chasi va nariyoqda maktab bor. Mana bu yo'lni qilib beraman deganiga 3 oy bo'ldi. 3 oydan beri bolalar hozir maktabga o'tishga qiynalyapti. Faqat vadavozlik bo'lgan, hech qanaqa bizlarga bu domga yo'l tashlangan degan yo'l ham tashlanmagan. Mana aholining yo'li. Bu turbani yopib tashlaganmi endi? Endi qayerda o'tsa bo'lar ekan bu yerdan? Turbalarni mana qo'yibdi, o'tmasin. Shu yerda amallab o'tib turdi, yo'q mana.